Real va Barsa yangi mavsumga qanchalik tayyor? Bugun ikki klubga yangi kelganlar, ketganlar va ularning maqsadlari haqida gaplashamiz. Real Madrid ikki sovrinsiz mavsumdan keyin jamoaga Jose Mourinhoni qaytardi. Yangi transferlarda Jose ko'proq mudofaani yangiladi. Jamoaga Marco Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahim Kanate va Bernardo Silva olib kelindi. Transfer rekordini esa 125 millionga olingan Yan Diomande yangiladi. Dani Carvajal, David Alaba, Dani Ceballos, Fran Garcia va Gonzalo Garcia klubdan ketishdi. Realning bu mavsumdagi maqsadi aniq: La Ligani qaytarish va yana Chempionlar Ligasida zafar quchish. Ana endi esa Barselonaga o'tamiz. Jamoa tarkibida hujum chizig'ini kuchaytirish uchun Anthony Gordon va Karim Adeyemini sotib oldi. Eng katta transfer Rodri bo'ldi deyish mumkin. Barsadan ketganlar ham kam bo'lmadi. Ferran Torres PSJga, Ansu Fati esa Monakoga pullandi. 37 yoshli Robert Lewandowski jamoa bilan xayrlashib Amerikaga yo'l oldi. Barsaning maqsadi aniq: hujumkor futbol bilan La Liga taxtini himoya qilish va albatta tabiiyki eng oliy maqsad Chempionlar Ligasi kubogini qo'lga kiritish. Shunday qilib, Real joriy yozda transferlar uchun jami 225 million yevro sarfladi. Barselona esa moliyaviy qiyinchiliklarga qaramay 170 million yevro sarfladi. Xo'sh, sizningcha bu pullar o'zini oqlaydimi? Bu mavsumda qaysi klub ko'proq kubok yutadi? Buni izohlarda yozib qoldiring.